Uchta farzandimni ayajonimlarga tashlab, o'zim yig'lab, gastrol safariga otlandim. Ikkinchi marta samolyotga o'zim chiqishim. Bu safar Bishkekka yo'l oldim. Juda ko'pchilik menga savol beradi. Shahnoza, o'zi kasbingiz nima? Asl kasbim go'zallik yaratish. Otajonimdan rassomlik, ayajonimdan libos dizaynerligi. Musiqaga qiziqishim onalardan o'tgan. O'qituvchiligim esa albatta achajonimlardan o'tgan. Oilaviy havas guruhimiz 2010-yil tashkil topgan va shuni yo'lga qo'ygan adajonim bilan ayajonimga kattakon rahmat deyman. Sababi havas guruhimiz tufayli juda ham ko'plab davlatlarda bo'ldik. Undan tashqari ko'plab yulduzlar bilan uchrashishga, tanishishga muvaffaq bo'ldik. Bulardan kinorejissyor Karan Johar, Raj Kapurning o'g'li Rishi Kapur va Andrey Malaxov. Bu uchrashuv men uchun eng unutilmas bo'lib qolgan. Ko'rib turganingizdek, Mithun Chakraborti bilan ham uchrashishga muvaffaq bo'lganmiz. Bolaligimizda ko'rgan disko raqqosi bilan bir sahnada raqsga tushish bu men uchun tushdek o'tgan to'g'risi. Ranhir Kapur, Raj Kapurning o'g'illari yaqinda esa Abhishek Bachchan bilan ko'rishdik. To'g'risi qo'shiqlarimizni eshitib juda ham hayron qoldilar va xursand bo'ldilar. O'zbek san'atkorlaridan eski hindcha qo'shiqlarni bunaqa professional darajada eshitaman o'ylamagandim dedilar. Bundan juda ham xursandman. Ishonasizlarmi, bugun ham shunaqa katta orzuyim amalga oshdi. Taksi filmidagi kinoaktyor Sami Nasri bilan ko'rishdik. Akajonim bilan bolaligimizdagi eng yaxshi ko'rgan aktyorlarimiz va Leonardo DiKaprioni ham ko'rdik. Титанике играли, да, вы? Да, русский Титаник.